o'ta qiziqarli vaziyat, o'ta mas'uliyatli vaziyat. Navbahor vakili birinchi bo'lib zarba yo'llaydi. Bu 68-raqamdagi Abdurahmon Shamsiddinov. Marhamat Abdurahmon Hoji Akbar Ma'murovga qarshi hakam ruxsat berdi. Zarba darvozabon qaytarmoqda. Hoji Akbar o'sha golda xatoga yo'l qo'ydi dedik, lekin ushbu vaziyatda birinchi zarbani yo'q seyf orqali qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Qarang qanday bosim, qanday yuqori bosim. O'zi ham bir yelkasidan tog' ag'darilgandek reaksiya qildi goldan keyin, ko'rdingizmi? Endi esa zarba berish navbati raqib jamoaga, ya'ni Hoji Akbarning jamoadoshi zarba beradi. Endi biz Siratullaxon Yusufxonovning harakatini tomosha qilamiz. Azizbekmi bu? Azizbek Choriyevga o'xshayapti. 70 raqam yozilgan bo'lsa, o'sha 7 dan keyingi raqam 0 dek ko'rinyapti menga. Agar 2 bo'lmasa. Ruxsat berdi hakam. Choriyev va Yusufxonov to'qnashuvi. Zarba darvozabon qaytardi-yu, lekin to'liq emas. Baribir darvoza to'ridan joy egalladi. O'zini qarang, mana buning reaksiyasini qarang. Gol urdi aslida, lekin nishonlay olmayapti, chunki bir muzdek suv quyilgandek bo'ldi uning ustidan. Chunki darvozabon qaytargandek taassurot uyg'otdi dastlabki lahza. Keyin Xudoga shukr, gol bo'ldi deb yuborgan bo'lsa ajab emas. 1-0 do'stlar, mashal oldinda. Abdulboriyev. Ma'murov zarba! Endi bu zarbani qaytarib bo'lmas edi. Hoji Akbar birinchi zarbada qay darajada yaxshi tushungan bo'lsa ham, lekini bor. Hoji Akbar topdi yo'nalishni. Hoji Akbar ikkinchi marta ham o'sha birinchi zarba vaqtidagi tomoniga otildi. O'zidan chap tomonga otildi. Nimadir sezyapti Hoji Akbar. Mashalda endi zarba. Abdurahimov, bu menimcha. Marhamat, Abdurahimov. Og'abek Yusufxonovga qarshi. Hakam ruxsat berdi. Va zarba! Darvozabon boshqa tomonga, futbolchi esa boshqa tomonga zarba berish orqali hisobni 2-1 ko'rinishiga olib kelishdi. Yo'nalishni topa olmadi Yusufxonov. Navbatdagi urinish, endi navbatdagi zarbani namanganlik futbolchi ijro etadi. Azizbek Rahimjonov ikkinchi bo'limda o'yinga qo'shilgan futbolchi. Uning yelkasida albatta katta mas'uliyat, chunki jamoasi hisobda ortda qolyapti. Endi Navbahor futbolchilarining har birida shunday mas'uliyat kattalashgani tushunarli. Va zarba uchun ruxsat bor. Mana o'sha zarba darvozabon yo'nalishni yana topdi, lekin bu safar qaytara olmadi. Qanday qilib mashal darvozaboni Hoji Akbar 3 urinishda uchalasidan ham yo'nalishni topgani tahsinga sazovor. To'g'ri, ikkitasini qaytara olmadi gol, lekin yo'nalishni topyapti, sezyapti o'sha tuyg'u aldamayapti uni hozircha. 2-2 mashalda imkoniyat. Duolar ham yordamga keladi bu paytda. Yusufxonov zarba! Yana boshqa tomonga ketdi. Ularning yo'li, to'p va darvozabonning yo'li hechda birlashmadi, to'qnashmadi. Yo'llarimiz ayro ketdi deydi-yu. Yaxshi zarba, sifatli zarba va hisob 3-2. Navbahor o'yinchisi to'p bilan endi Anasxon Rahmonov.
Rahmanov deb yozib olibdi. Okey, marhamat. Zarba darvozabon yana yo'nalishni topdi, lekin yana bir ozgina qo'llari yetmadi. Nima qilay deyapti? Men topyapman, lekin shu yetmayapti-da dedi shekilli. Yaxshi zarba va yaxshi harakat bo'ldi darvozabon tomonidan ham. Navbahor vakillari o'ta qo'rquv bilan tepishayotgan bo'lsa ajab emas, chunki darvozabon har birining yo'nalishini topyapti-da. Qaysidir birida yana qaytarib qolishi mumkin-ku. Ham shunda qoyil Hojakbarga. Navbatdagi vaziyat endi Mashal futbolchisi ijro etib beradi. Bosbek Kamolov zarba yo'nalishini darvozabon topdi, lekin qaytara olmadi. Darvozabonlar yaxshi harakat qilishyapti baribir va zarbalar ham aniq. Har holda hozircha biz bitta gol bo'lmadi-yu Navbahorda, ammo noaniq zarba ko'rmadik. Hozircha barcha zarba aniq darvoza tomoniga yo'nalmoqda. Albatta afsus bor chunki yo'nalishni topgandi, qaytara olmadi. Va hozir Navbahor agar gol ura olmasa, bu seriya o'z nihoyasiga yetadi. Chunki 4-3 hisob va oxirgi zarba Navbahor futbolchisida hal qiluvchi vaziyat ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun maksimal e'tiboringizni qaratishingiz kerak. Albatta e'tibor qaratib turibsiz ham hozir. Najimov zarba darvozabon qaytardi va shu tariqa Mashal jamoasi yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritmoqda. Super seyvlar, ikkita ajoyib seyv bo'ldi va qoyil qolish kerakki, Hojakbar Mamurov o'sha o'yindagi xatosini penaltilar seriyasida yuvdi deb menimcha endi ochiqchasiga aytsak bo'ladi. Chunki aynan u o'zi bittagina xato qilgandi va keyinchalik shu xatodan keyin hisob tenglashdi va yakunda penaltilar seriyasigacha bordi o'yinimiz. Qoyil mana endi chinakamiga yelkasidan tog' ag'darilayotgandek. Va albatta Mashal futbolchilari butun jamoani, muxlislarni tabriklaymiz. Bunday o'yin bilan o'ta qiziqarli o'yin, sifatli futbol, barchasi o'z o'rnida. U yerda lekin Navbahor futbolchisi oxirgi vaziyatda gol kirita olmagan o'yinchi biroz o'zini yo'qotdi shekilli, ya'ni hamon o'rnidan turgani yo'q. Biroz futbolchilar kelisha olishmayapti endi. Endi bu tushunarli. Endi bu o'yindan keyingi emotsiyalar bu bizga u qadar bog'liq emas. Biz toza futbol ko'rdik, sifatli futbol ko'rdik. Hakamlar ham yaxshi boshqarishdi, futbolchilar ham yaxshi o'yin namoyish etib berishdi. Va endi Mashal yarim finalda Nasafga qarshi to'qnash keladi va tan olib aytish kerak, Mashal g'alaba qozongan bo'lsa ham Navbahor yomon o'ynamadi. Navbahor ayniqsa hujumda tan olish kerakki, Mashaldan ko'ra yaxshiroq ham o'ynadi. Ammo futbolda har doim ham yaxshiroq o'ynagan jamoa g'alaba qozonavermaydi. Zo'r o'yin va Mashalni haqli g'olibligi bilan tabriklagan holda men ham efirni yakunlayman. Sharhda Muhammadali Muhammadkaniyev bo'ldi.